Nima uchun dadamni ko'rishga Sirdaryoga bordim? Javobi oddiy. Chunki men asli sirdaryolikman. Lagomni yangi maskasini sinab ko'ramiz. Nanam Buxorolik, dadam esa sirdaryolik. Lekin bular O'zbekistonga emas, Rossiyaga, Samaraga tanishganlar. Sirdaryoni yangi yeridan biron kishi bormi meni kuzatadigan? Nanam ham dadam ham Rossiyaga, Samaraga, ya'ni savdoga ishlaganlar. Kiyim-kechak sotganlar bozorga. Dadam nanamni bir marta ko'rishga sevib, orqalaridan umuman qolmaganlar. Nanam esa 19 yosh bo'lganlar. U kishiga sevgi unchalik ham qiziq bo'lmagan. Atroflari tilla takkoy bachalar. Keyin dadamga yo'q, kerak emassan menga deganlar. Dadam esa baribir o'zimniki qilaman deb hamma qarindoshlarimni sotib olganlar. Xolalarimga shokoladlar olib berganlar. Nanam bilan gaplashish uchun veys uydagilarimiz bilan yaxshi bo'lib chiqqanlar dadam. Ish qilib maqsadlariga yetganlar. Baribir nanam sevib qolishga majbur bo'lganlar. Lekin to'ylari Buxoroga bo'lgan. Ana shu o'zimizni uyga hovliga to'y qilganlar. Oldin shunaqa hovliga to'y qilish moda bo'lgan. Kasetasi ham bor. O'shani biron kun olishim kerak-ku, fleshka qilishim kerak. Baxtli oila bo'lganlar. Keyin men tug'ilganman, ish qilib 2-3 yil yashaganlar. Lekin o'rtaga dadam qamalganlaridan keyin hammasi chapasiga ketgan. Keyin qamoqdan chiqqanlaridan keyin esa dadamni o'ldirib ketganlar. Shundan keyin men dadasiz qoldim.